Tim Horton'da işlеген ayal. Повест. Авторы Гүлшен Абдықадыр. 6 qism. Tim Horton'da hamkorlashib ishlash. Sahar. Bir sayrashni bilmaydigan gachi bulbulning qisqa sayrashidan bearam bo'lib uyg'onib ketdim. Çaşlarımni arqamga turmallab, üstümge yepinçamni artib, uyquluq ko'zlarimni purishtirib, o'ylamga chiqdim. Yoz mavsumining xushxuy havosi bilan birlikda kichikkina o'ylamga targan gullarimning puraqlari qo'shilib, burnimga urildi. Hozirlangandek bo'ldim. Mening shahrimning bulbullari ajab xandan urib sayraytdi. Pah deb g'udirab qo'ydim ichimda. Bulbulning sayrashidan norozi bo'lib. Bugun men Toronto shahar markazidagi bir Tim Hortondan, ya'ni men hozir ishlayotgan Tim Hortonning yana bir sho'basidan 100 turani ko'rishish taklifi topshirib olgan edim. Men qora nipis sarchidan tikilgan burilkamni, oq o'ymi yaqiliq shipin koptamni kiyib, aynak oldiga keldim. Yangi vatanda hamma nimani yangidan boshlash. Til o'rganish, Tim Hortonning orqasidan paypitak bo'lish, yangi madaniyatlar qaynamig'i sho'ng'ish va shuningdek tugumas osh-tomoq etish, uy tozalash, bolalarni o'qitish qatorliq ishlar bilan bo'lib, o'zimning bir ayol ekanligimni unutib qolganimg'imi uzun zamonlar bo'lib qolgandek qiladi. Men yuzlarimga Shiseido markaliq yuz meyni surib, uning ustiga yana bu markadagi oqartquchi ufpini takshi surdim. Lavlarimga qizg'uch chechakran lav suruq surib, mangsimga bir oz girim qildim. Uzun do'lqinsimon chachlarimni ustiga turdim. Uzun bo'yinlarimga qaramtul yeshil ko'zlik medalyon, quliqimga o'xshash rangdagi ko'zlik sanglaydigan halqa taqadim. Bugun men har qanday bir chog'dagidan go'zal va mardona ko'rinmoqda edim. Aynakka qarab pichirildim o'zimga. Inshaalloh, bugungi bu ko'rishda meni Tim Hortonga ishqa olar. Men 2 qavatdagi yotoq uyimdan pastga, ya'ni oshxonaga tushdim. Yo'ldoshim, o'g'lim va qizim ataganlik nashta qilishyapti. Ustal ustida men tunugim pishargan uyg'urcha non va to'qashlar bilan birlikda yana qizartish mashinasiga selinib qizartilgan yumshoq non, bir tarafda non qizartish mashinasi, qaymoq, asal va boshqa narsalar turadi. Men Maryamgul Abdurahman. Kanadaning hayot qaynamig'i sho'ng'ib va bu yerda men kim, bu kim degandek savollarga javob berish uchun xuddi Künes yayloqlarda ichilgan rangarang tog' gullarining ichidagi bir mo'yim guldek Kanada ko'chalarida, maktablarda, xizmat o'rinlarida paypitak bo'lib yurmoqdaman. Dunyoning har joylardan kelgan, o'xshamagan irq, o'xshamagan din, o'xshamagan teri rangidagi odamlar to'pi ichida xuddi rangarang bo'yoqlar bilan padazlab yasalgan yo'g'on murosim tortlarning o'ttirsig'i shakil oqlanib paturib qo'yilgan bir tal badamdak Toronto ko'chalarida paypaslab ketayotmoqda edim. Nishonim Tim Horton edi. Maryamgul, sening Kanadada hamkorlashib ishlagan, ya'ni
teamwork. Bir gruppa adam bilan birlikte ishlagan xizmat tarixing bormi? Ya'ni boshqalar bilan hamkorlashib ishlay olamsan. Ba'zida sana aytilgan bir qash, bir ko'z qisish, bir tikilib qarash, bir tabassum va yoki har qanday bir chiroy ifodasi sana nurg'un narsalardan derak bergini va nurg'un narsalarni xotirlatganiga o'xshash. Oldimda o'ltirgan Tim Hortonning bu boshliqqa so'ragan bu savol meni uyqumdan uyg'otgandek bo'ldi. Uzundan buyon ichimda bir bo'shliq bor edi. Acaba bu nima bo'shliq? O'zimdan savol so'raydim. Ammo topolmaydim. Vatandan chet elga bir ishlarni qilish uchun chiqqan edim. Amdilikda bo'lsa, xuddi qozondagi mayga bir sho'ng'ib, ondan ustiga laylab chiqib, qozonning girvikidan muqim yer olgan quymoqqa o'xshaydi hayotim. Tim Hortonning boshliqqa so'ragan bu savol bilan men uzundan buyon men izlayotgan, ammo topolmayotgan bir narsani topgandek, bir bo'shliqni to'ldirgandek bo'ldim. Boshliqning bu savoli bilan tang men xiyollarga cho'mdim. Chunki hamkorlashib ishlash, ya'ni teamwork, Uyg'ur jamiyati uchunmi atlab o'tib ketgili bo'lmaydigan bir nuqta edi. Har odamning yuragi uning mushtimi qadar bo'ladi. Men asta tizimga qo'yiqliq ikki mushtimni tugib qarab baqdim. Demakki, mening yuragimmi mushu mushtimchilik cho'ngliqda degan gap. Ammo men bu yurakda qandaqdir bir narsaning kamligi, qandaqdir bir narsani izlab topolmayotganligiga o'xshash narsalarni his qilmoqda edim. Bu mushtumchilik cho'ngliqdagi yurakdan toshqinlab borgancha kengayotgan bir bo'shliqni, bu ojiz badanimda yillarcha ko'tarib yurdim. Bu uzoq masofalarda, ya'ni men tug'ilib cho'ng bo'lgan ashu kichkina shahardan toki Kanadada Tim Hortonga kelib to'xtig'icha bo'lgan oraliqda, kuz shamolida u yerdan bu yerga uchgan, manzil qarorgohini topolmayotgan surgun yo'pirmoqdek urildim, so'qildim. Bu bo'shliq, bu manzilgohini topolmaslik, bir niyat va bir maqsad uchun o'yisholmaslik edi. Ko'ngil ekranimda xuddi qorong'u o'rmonda birsi projektor yoqqanga o'xshab ketadigan yalt qilgan yo'rish va o'chishlar paydo bo'ldi. Uyg'ur muxbirlar shundoq savollarni so'raydi. Uyg'urlardagi davlatchilik ruhiga qanday qaraysiz? Tim Hortonning boshliqiga o'xshash Uyg'urlarda hamkorlashib ishlash ro'yi bormi? deb so'rsang cho'kashki. Uyg'urlarda tashkilotchilik u yoqda tursin, hamkorlashib guruhga bo'lib ishlashmi yo'q tursa, sen qandaqmi davlatchilik haqida gap qila olaysan? Maryamgul, senda agar teamwork, ya'ni hamkorlashib ishlash tajribasi bo'lmasa, ansirama. Biz seni tarbiyalaymiz. Boshliqning bu so'zi xiyolimni bo'lib etdi. Tim Hortonning maxsus yangi ishga kirganlar uchun Kanadada qandaq hamkorlashib ishlashni, shundaqla qandaq ishlashni o'rgatadigan videolari bor.
sening mushu videolarni ko'rgan vaqtingimi biz sana odatdagi saytiga $11 ishlaganga o'xshash haq berib seni tarbiyalaymiz. Hamkorlashib ishlashmi? Men asta pichirildim. Maryamgul, men sana Kanadada hamkorlashib ishlashning qandoq muhimligi haqida ozroq tushuncha berib qo'yay. Gruppa bo'lib yoki bir atrat bo'lib ishlash Kanadaning asosiy qurilmasini tashkil qilgan. Mayli savdo sanoat bo'lsin, ma'rif, madaniyat, adabiyot, san'at, harbiy ishlar va yoki boshqa har qanday turlar toki Kanada parlamentiga qadar guruhlashgan va hamkorlashgan bir zanjirsamon bog'ning mahsuli. Mana mushu zanjirlashgan bog' Kanadani dunyodagi eng kuchli davlat hamda dunyodagi insonlarning yasham shartlariga eng uyg'un davlat qilib qurib chiqqan sirlarning biri. Tim Hortonga kelsak, Tim Horton bir badanga o'xshaydi. Badandagi chochdan tortib, tirnoqning uchigacha bo'lgan barliq tashqi va ichki a'zolaring, hatto badaningdan chiqqan har bir tomchi taringmi bir butun badanning sog'lomligi uchun qanday xizmat qilgan bo'lsa, senmi Tim Hortonga kirgan kundan e'tiboran, ya'ni Tim Hortonning xizmat kiyimini uchanga ortgan kundan e'tiboran har kuni Tim Hortonda qancha soat ishlasang, shuncha soat Tim Horton deb nafas olasan. Mana bu haqiqiy kapitalizm. Kanada hukumati hamkorlashib ishlashning mahsuli. Tim Horton shu. Demakki, hamkorlashib ishlash bo'lmadi degan gap, dunyo bo'lmadi degan gap. Shunga sen oldi bilan qandoq hamkorlashib ishlashni o'rganishing kerak. Men qo'llarini orqa qilib o'ltirib, maktab mudirining so'zini butun vujudi bilan anglayotgan 1-sinfning sodda o'quvchisidek Tim Hortonning boshliqining so'zini anglamoqda edim. Faqat farqim ikki qo'lim tizimning ustida edi. Arini bir oz sukut qopladi. Boshliq bir botilka suvni gupildatib ichgandan keyin yana so'zlashga boshladi. Xo'sh, Maryamgul, Tim Hortonmi Kanadadagi 1-nomerlik tez mulozimat restoranlarining biri bo'lish sifati bilan hamkorlashib ishlashga oid ba'zi qoida tuzumlarga ega. Agar sen hamkorlashib ishlashga moslasholmay, bu hamkorlikni buzib qo'ysang, ot harvisining bir yerdan chatoq chiqib, harvi to'xtab qolgandek, Tim Hortonning tijoratidanmi chatoq chiqadi. Hech bo'lmadi deganda xaridorlarimizni qochirib qo'yamiz. Tim Horton markali qahvaning kanadaliklarning ko'nglini utib olishidagi asosli sirlarning biri Tim Hortondagi hamkorlashib ishlash. U hujjat sumkasidan bir qancha qog'ozlarni chiqardi. Bularning biri Tim Hortonda hamkorlashib qandoq ishlash haqidagi to'xtam edi. U mening imzo etishimni talab qilib, menga uzatdi. Men imzo atdim. Men sendan bir savol so'rab baqay. Maryamgul, sen bir yerda uzun o'chrat turib saqlashni xohlamsan? Yo'q. Men qisqa va keskin javob berdim. Albatta, hech kim uzun so'zilgan o'chratlarda qancha minutlab o'chrat turishni xohlamaydi.
Yana kelib, Tim Hortonның xaridorlari texmi shundaq. Chunki Kanadada vaqt demak, pul demak. Şoňa Tim Hortonda işligen her qandaq vaqtыңda quluğun toşqanninkidek sezgür, putquluň çümülidek çaqqan, közleriň bürkütdek ötkür boliş gerek. Başlyk çıraylaryny hiç özgertmey, temkin we külümsirep turup sözlemekde idi. Bu ingilislarning hoýpayly külüp turup hemmini devaladigan. Angliya inglizçisi talappuzida sözleydigan bu başlıkның sözünü düşünelmey qilishdan ansirab, darajadan tashqari diqqat va jiddilik ichida o'ltirganligim sababidan bo'lsa kerak. Bu ko'rishishni oxirlashtirib sirtqa chiqqan vaqtimda ikki mag'zim qizirib, xuddi helala Hürrem Sultan hammamidan chiqqan ayolga o'xshab qolgan edim. Meryemgül. Körgünüңден köpdür, körmegining dep, endi sen Kanadada çümüle, toşqan ve bürküt boladigan boldun. G'udurdim içimde. Men Tim Hortonның başlığı bilen sözleşip, sırtqa chiqqandan keyin xuddi qetib qalgan bir kompüter ishlab ketgandek. Uzun mezgil suvsiz qalgan bir östengi suv kelgandek. Xon Tangri cho'qqisiga bayrog'imiz qadalgandek. 40 kunga so'zilgan to'pan balasi tugaganda, hayotliq yana bir qatim jilva bilan kulgandek. İçimning yo'rib, uzun mezgil topolmayotgan bir tepishmoqni tepib, dadisidan mukofot olgan kichik boladek. O'zimni kontrol qilolmay qolg'idek xushalliq va hayajonga cho'milayotganligimni his qilmoqda edim. U xuddi men izlab yurayotgan qalbimdagi hamkorlashib ishlashni bilib qolgandek. Qalbimning tivishlarga quloq solayotgandek bilindi. Tim Hortonның başlığının sözleri qeytiq aqlimni bir damning ichidala do'g'ab qilibatdi. Meryemgül, sening dal izlab yurayotganing mana mushu Tim Horton seni tarbiyalaymiz deyotgan hamkorlashib ishlash emasmidi? Sen mana mushu hamkorlashib ishlash deganni izlab näläge barmydың? Washington, Paris, München, İstanbul, Ottawa degandek qaytqucha aeroplan o'rindiqida xuddi yengili tikilgan pomidor maysisidek solishib o'ltirib, o'zingni, yuragingning eng cho'nqur qatlamlarini qandaq tingshigan eding? Muştumdak yüragingda qandaqdir sen yetib boralmagan bir poyonsiz bo'shliq va bu bo'shliqda o'g'aq shakllik bir yo'g'on savol belgisi sening ichingni tatilab kelgan edi. 3 kundan keyin Kanadadagi baylar Tim Hortonni monopol qilib olgan. Bir kapitalistning 4 yoki 5 Tim Hortoni bor. 24 soat ichiladigan bir Tim Hortonda birinchi qo'l boshliq, ismini boshlig'i, nazoratchi, pishirdiganlar va ishchilar bo'lib, taxminan 50 ga yaqin odam ishlaydi. Amaliyotda Kanadani siyosatchilar emas, balki boylar boshqurdi. Dunyonimi ham shundaq. Dunyo siyosatlari boylarning ko'ngli va ra'yi bo'yicha tuziladi. Chunki dunyo iqtisodiy tizginining roli boylarning qo'lida. Men Meryemgül Abdurahman,
kambag'allik va boylik o'ttirsidagi sehriy kuchni bayqagan vaqtimda intayin kechikkan edim. Yeshim allaqachon 35dan halqagan edi. Kambag'allik xuddi Amerikada pat-pat yuz berib turadigan quyun tozga o'xshaydi. Quyun toz seni qandaq peqirtib osmonga ilib chiqib, ondan yerga tashlab seni kukum talqon qilib bo'lsa, kambag'allikmi sening ko'nglingni ko'k so'raydigan quyun toz. Kambag'allik demak pul xarjlayolmaslik degan gap. Kambag'allik yo'q bo'lib ketish, boy bo'lish, mangulik mavjudlik degan gap. Masalan, Uyg'urlardek, masalan, Yahudilardek. Bu Tim Horton ikkinchi qatam qo'g'landi bo'lib ketib, boshliqning ichi og'rib, bir yildan keyin yana bir qatam fursat berishni qaror qilgan ana shu Tim Hortonning yana bir sho'bisi. Bugun bu Tim Hortondagi birinchi kunim. Uchamda Tim Hortonning xizmat kiyimi, putimda tiyilmaydigan bexatar oyoq, beshimda Tim Horton degan xat tushirilgan shapka, ko'kragimda yo'g'on qilib yezilgan Maryam degan ism kartochkam bor edi. Sahar soat 6 bilan 7 ning oraliqi Tim Horton uchun eng chap-chap mezgil. Men Tim Hortonga yetib kelganda Tim Hortondagi ujrat toshqinlab, cho'ng yo'llarga qadar chiqib ketgan edi. Sirtdagi yana bir liniyada, ya'ni mashina bilan ujrat turib zakaz oladigan rayondami mashinalar uzun ujrat turib ketishgan edi. Ismina nazoratchisi Kevin meni bu atrofdagi xizmatdoshlarim bilan tonishtirish uchun elib kirdi. Ismim Gozi, ana vatanim Afg'oniston. Maryamgul, Tim Horton hamkorlik atritimizga xush kelding. Seni ko'rganligimdan mamnun bo'ldim, deb qo'lini uzatdi bir qizchaq menga. Menmi mamnun bo'ldim G'ozi degancha uningga samimiyat bilan qo'l uzatdim. Aslida mening ona vatanim sening ona vataning Afg'oniston bilan tam xo'shna. Ya'ni Xitoy Xinjiang deb ataydigan, tarixda Sharq Turkiston deb atalgan bir zamin. Men jo'grafiyada ancha yaxshi emas. Bu ikki davlatni aytavor Himalaya teg'imi ish qilib bir tog' ayirib turadi, dedim men. U Maryam, sen g'iytavshini nima degan chiroyliq talaffuz qilasan? Kanadaliklar g'iytavshini talaffuz qilolmaganligi uchun ismimni Gozi deb atishadi. Afg'onistonnimi Afg'oniston deb atishadi, dedi yangi do'stim G'ozi mamnuniyat bilan. Bu Maryam Tim Horton hamkorlashib ishlash atritimizga yangidan qo'shildi. Kevin meni yana bir 35 yoshlar chamisidagi ayol bilan tanishtirdi. Salom Maryam, ismim Behish. Ana vatanim Afg'oniston. Seni ko'rganligimdan mamnun bo'ldim. Xonim qizg'in bir iltifot ichida men bilan qo'l elishib ko'rishdi. Menmo mamnun bo'ldim, dedim uning salimiga javoban. Behish, aslida ismingiz Behishmi? Ha, dal shundoq. Siz ajab ismimni chiroyli talaffuz qila oladigansiz. Hamda g'i harfini bak chiroyli talaffuz qiladigansiz. Besh
hayronlik ichida manga tikilib qardi. Besh, sizning tilingizdami jannat degan ma'noni beramdi? So'rdim men uningdan. Ha, shundoq. Besh, pashto tilidami jannat degan ma'noni berdi. Dedi u samimiy bir qiyofatda. Uzunga so'zilgan Tim Horton hayotimning keyingi yillarida G'ozi va Besh oilasi bilan cho'nqur do'stlik o'rnatdim. Ipak yo'lidan iborat bu qadimiy karvon yo'lida G'ozi, Besh va mening ota-bobolarimning tarixiy iznolari borligi va saltanat surgan savdo yo'lining haqdor egilari bo'lganligi, taqdir va qismatlarimizning o'xshashligi, shundaqla Rus askarlarini ana zaminidan shuncha boturlik bilan qo'g'lab chiqargan Afg'on xalqining Amerika tajovuz qilib kirgandan keyin qandoq chorsizlik ichida qolganligi va dunyoning hamma yeriga tarilib qandoq xonavayron bo'lganligi haqida ko'p ham suhbatda bo'ldik. Xizmatdashim G'ozining opasi Afson xonim Uyg'urlarni intayin yaxshi taniydigan bo'lib, keyingi kunlarda u manga momisining Ipak yo'li orqali savdo tijorat qilib, Otish degan yerdan Kabulga kelgan Bovudin ismli bir Uyg'ur yigitiga oshiq bo'lganligini va bu yigit bilan to'y qilib Otishga ketganligini. Ammo ularning oxirgi umrini Kabulda oxirlashtirganligidan iborat bir hikoyaning o'z jamiyati orasida quloqdan quloqqa tarqalib, hozirga qadar aytilib kelayotganligini. Gerçi hozirga qadar Uyg'ur degan bir millatni ko'rib boqmagan bo'lsa-mu, ammo ularning hayvatlik bir tog'ining orqasida o'zlaridan ancha uzoq bo'lmagan bir yerda yashaydiganligini taxmin qilib, Uyg'ur degan bu millat haqida xiyoli bir tush tonishida yashab kelganligini aytib, manga ajoyib bir mehribonlik bilan hayot nima degan tasodifiyliklar bilan to'lgan-a deydi. Nazoratchi meni bu Tim Hortondagi atiganlik isminida ishlaydigan hamma xizmatchilar bilan birma-bir yuz turani salomlashtirib chiqdi. Bularning ichida Kanadalik inglizlar ko'mirdak qurg'oq qora, zaytundak poqroq qora, so'z qora, ishqilib dunyoda hayotimda ko'rib baxmagan hamma millatlar bor edi. Bularning ba'zilarining chochlari xuddi mag'imdek yildizdilla butur-butur yo'gishib chiqqan. Ba'zi erlar bo'lsa qattiq dardaygan chochlarini 80 qilib o'rib orqadan bog'lab olgan edi. Yiroqdan qarsa xuddi talchivaqni o'rib beshiga kiyib olganda ko'rinadi. Ba'zilari birli qulqiga halqa taqib olgan bo'lsa, ba'zilari quloqning to'shigini yo'g'on ko'rsatadigan g'alita bir xil halqa taqib olgan edi. Tonishtirish jarayonida Maggie Jang ismli bir Xitoyning oldiga keldim. Merhaba, men Maggie Jang. Ana vatanim China. Tanışqanligimdan memnun bo'ldim. Menmi shundoq takalluf bilan javob berdim men. Angacha nazoratchi Kevin orqa kirib so'z qistirdi. Maggie, aslida Maryam sening davlatingdan, ammo Xitoy emas.
sening dövlətindən kelgan Xitoy bo'lmagan Uyg'ur ismlik bir musulmonni tunji qitim Tim Hortonning hamkorlik atirtida ko'rishim. Ha, shundaqmi? Sen Xitoydinmi, Maryamgul? So'radi Magijang mendan. Aslida qaramoqqa shundaqdek ko'rinadi. Ammo mening yuragimdagi javobni tingishmoqchi bo'lsang, men Xitoy mustamlikasi ostidagi Sharq Turkiston degan yerdan keldim. Millatim Uyg'ur. Uyg'ur degan bu millat xuddi Tibetlarga o'xshashla Xitoy bilan mustaqillik ko'rish qilayotgan bir millat. Ha, mundaqda. Javobimni anglagan Magijangning chiroyi sal o'ng. Dastlabki hayajon va qizg'inlig'imi azroq so'g'su sepilgandek bo'ldi. Ammo chondirmaslikqa tirishdi. Chunki Tim Hortonning hamkorlik atirti mundaq atrat emas bo'lib, hamkorlikqa ta'sir yetkazish ehtimolliqi bo'lgan har qandaq milliy surkilishlar Tim Hortonda rad qilinadi va ishdan qo'g'ilishga sabab bo'ladi. Maryamgul, sen Kanadada o'xshamagan madaniyatlarga qandaq barobar va adil muomil qilish kerakligi haqidagi tarbiyalash videosini ko'rdingmi? So'radi nazoratchi mendan. Yo'q, tarbiyalash videosini endi ko'rishga boshladim. Texi u yerga kelib bo'lmadim. Yaxshi. Kanada dunyodagi o'xshamagan madaniyatlar to'plashgan bir davlat. Tim Horton buning tipik vakili. Agar sen bu Tim Hortonda ishlab ketaman deydi ekansan, cho'qim o'zingdan boshqa millatlarning madaniyat va urf-odatlarga hurmat qilishing kerak. Dedi nazoratchi menga ahvol tunishtirib. Hozircha hamkorlik atirtimizda hamjinsliklar yo'q. Ammo biz yaqin kelgusida ularni ishga ilib qilishimiz mumkin. Mayli atirtimizdagi bo'lsin, mayli xaridorlar bo'lsin. Agar hamjinsliklarni ko'rsang, ularga odatdagi xizmatdishing yoki odatdagi xaridorlarga qandoq muomala qilgan bo'lsang, shundoq muomala qilishing kerak. Dedi nazoratchi Kevin ahvol tunishtirib. Bo'ladi boshliq. Ansirmang boshliq. Cho'qim shundoq qilaman boshliq. Dedim men boshlarimni egib turib. Bundan keyingi Tim Horton hayotingda badaniga gul chekkan xaridor va xizmatchilarni ko'p uchirtsan. Shuni bilishing kerakki, ularga hargiz o'zingning bu ahvoldan yerginayotganligingdan iborat bir salbiylikni chondirib qo'ymasliging kerak. Kanadada har qandaq irq, har qandaq madaniyat va har qandaq tanlashdiki, har qandaq odamning har qandaq shaklda kamsitilishi qat'iy man'iy qilinadi. Hamda Kanada fuqarosi qonun oldida barobar. Mana bu Tim Hortonda setiladigan mahsulotlarning tizimligi. Tatliq turum, donat, timbit, muffin, danish, cinnamon roll, croissant, pranik degandaklarning turi 50 yaqin. Bagel, ya'ni girdiga o'xshab ketadigan nonning turi asosan 15 xil.
Sandvichlarning turi 20dan oshadi. Ondan başqa bu Tim Hortonda setiladigan barliq soğuq va qiziq ichimliklarning turi va bahosini bilishing, yodlashing kerak. Buning ichida 17 turlik choy, odatdagi qahva bilan billa dekaf qahvasi, ya'ni qahva moddasi bo'lmagan qahvani demakchi, sotimiz. Ondan başqa qiziq shokolad, qiziq French vanilla, espresso qatorliqlarmi bor. Soğuq ichimliklar ichida yoz kunlari muz cappuccino va har turlik meva ta'mlik smuzilarimiz bor. Turi va bahosini yodlashing kerak. Bu Tim Hortonda setiladigan hadiyalik mahsulotlar tizimligi va bahosi. Bu Tim Hortonning qoida tuzumlari uyingga opirib, yaxshi o'qib, qo'l qo'yib, ondan menga berishing kerak. Bu ximiyalik va xatarlik tozalik buyumlarini qandaq ishlatish haqidagi tuzum. Bunimi o'qib, ondan qo'l qo'yib, menga topshirsan. Bu ish o'rnida haqorat, kamsitish, ma'ni qilinganligi haqidagi qoida tuzum. O'xshashla o'qib va qo'l qo'yib, ondan menga qaytarib bersan. Bu ishga chiqishdan burun, shundaqla har bir qitim plastik palayni almashtirganda, yangi ishqa tutish qilganda, cho'qim qo'lingni 20 sekund ugilab yuyishing kerakligi haqidagi to'xtam. Chunki nurg'un kasallar qo'l orqali boshqalarga tarqaladi. Bu ish o'rnida cho'qim bexatar oyoq, ya'ni osti teyilmaydigan oyoq kiyishing kerakligi haqidagi to'xtam. Bu yerni yuvganda cho'qim xaridorlarga yerning ho'l va teyilg'oq ekanligini eskartadigan ishorat belgisini aniq ko'riladigan yerga qo'yishing kerakligi haqidagi to'xtam. O'qib, qo'l qo'yib, ondan menga qaytursan. Bu yemek-ichmak bexatarligi va tozalik haqidagi. Bu Tim Hortonda ig'ir yashiklarni ko'targanda nimalarga diqqat qilish haqidagi to'xtam. Mana bularning hammasi Tim Hortonning qoida tuzumlari. Qo'l qo'yishing kerak. Men Tim Hortondan chiqqanda bir quchoq to'xtam qog'ozini quchoqlab chiqqan edim. Hey Maryamgul. Tim Hortonga kirishib qolganingga to'ya. Maryamgul, birinchi qo'lboshliq sana Tim Hortondagi hamkorlashib ishlashning muhimligi haqida gap qilgan bo'lishi mumkin. Menmi sana Kanadada hamkorlashib ishlash deganning qandaq ma'noga keladiganligini tushuntirib qo'yishni muvofiq ko'rdim. Hamkorlashib ishlash demak, oldi bilan boshqalarni hurmat qilish va boshqalarni o'zining o'rniga qo'yish demakdir. Maryamgul, sen kuch ulab yugurib baqqanmi? Ha, yugurgan, o'tir maktabda. Men tez javob berdim uning savoliga. Happalli, Tim Hortondagi hamkorlashib ishlash ana shu kuch ulab yugurishga o'xshaydi. Agar sen bu kuch ulab yugurishda o'z rolingni joriy qildira olmasang, kaltak palladagi odamga yetkazib berilmaydi. Tim Hortonda palladagi odam xaridor degan gap. Xaridor demak,
dollar demektir Kanadada. Kanadadaki yeni bir dollar demek ma'nosini berdigan narsa vaqt. Vaqt demek dollar demektir. Vaqt demek tezlik demektir. Sen bugünden etibaren Tim Horton'ni bir beden, özüngni şu bedenni teşkil qiladigan bir a'zo deb tushun. Biz Tim Horton'ning mavjud bo'lib turish uchun zarur bo'lgan bu hamkorlashib ishlashni bütün kuchimiz bilan saqlab qolishga tirishimiz. Men ichimda yana g'udrashqa boshladim. Umu deydi Tim Horton beden, sen bir parçası. Bu mu deydi Tim Horton beden, sen bir parçası. Men ba'zan g'udrashlarimni hisobga olmaganda, yengil mekan bosgan tuxumdek sap va sodda holim bilan xuddi hayot darsi tingshayotgan o'quvchidek nazoratchining har bir jumla so'zlarini astoydil tingshab beshimni lingshitmoqda edim. Hayotimda hech bir narsani mundaq astoydil tingshab baqqanimni xotirlayolmayman. Men shu kundan e'tiboran xuddi yo'g'on dashqazonda etilgan No'ruz eshig'i qo'shilgan bir siqim no'qut va yoki bir siqim bug'doydek Tim Hortonning hamkorlashib ishlash deydigan dashqazniga qetildim. Ba'zi kunlari qaynavatgan qozonga birdan uzib tashlanib pishqandan keyin qozonning girvikida osh ko'ki va rayhonlar orasidan mo'ldirlab qarab turgan bir china manpardak his qilatdim o'zimni. Keyingi kunlarda Tim Hortonning bu to'mir qozoni meni shunchalik pishirdi. Men Tim Hortonning bu og'amchisiga shundoq mahkam esildimki, xuddi egiz taqqa chiqmoqchi bo'lgan odamning o'z og'amchisiga mahkam yepishqinidek. Men vatandan bu taraflarga bir narsaga chora izlab, darmon izlab yo'lga chiqqan edim. Ammo heligacha chorsizlik do'qmishlarda tengirqab yurmakdiman. Ba'zan o'zimni kiroran xarobliqida yigani qolgan daraxt ko'taklardek yolg'iz his qilaman. Uyg'urlar uchun hamkorlashib ishlash degan cho'ldagi vilvildek ko'rinadi ko'zimga. Yaqinlashganda qiladi, ammo mangsan tutolmaysan. 6-qism tugidi.